bitta yaxshi er topib tega oling. Mana bu ko'ylak lozim sizga. G'iybat qilayotganingizda kiyib olasiz. Kiyov. Assalomu alaykum. Ana u tashlab kelgan ko'ylak lozimda kiymabsiz-da birdaniga. Farruh, Nabbayda kirsin. Jahlingizdan tushdingizmi aka? O'sha kun jahlda gapirdingiz, lozim kiydingiz, otang tarbiya bermagan dedingiz, erga tegdi dedingiz. Mehmonim akam bo'lganingiz uchun bir og'iz gapirmadim. Lekin siz tanganing ikkinchi tarafini bilmaysiz. Men to'g'risini aytsam, sengizni kamchiligini yuzingizga solmoqchi emasman. Ko'rsatish ham niyatim yo'q. Men erkak kishiman. Erkakman demang iltimos. Farruh, gapiravering kuyov. Assalomu alaykum. To'xta. O'tir. To'g'ri. Erkak ishni qilmadim. Jahlinglarni chiqardim. Lekin men aytishni juda ham xohlamagan, sizlar bilishinglar kerak bo'lgan masala bu. Instagramdan jo'natgan gullarim qolib, qayerdagi bir deshofka gullarni olib keladilar. Mana, olib bergan tillarning ahvolini qaranglar. Sen uzukmi? Men aytgan narsa umuman boshqa narsa. Olib boring degan davlatim qolib, qayerdagi davlatga olib boradilar? Sani yering olib boradi-yu, meni yerim o'sherga ham olib bormaydi. Shu yerga ham zo'r ruxsat so'rab chiqdim. Instagramga qo'yishga ham uyalama olib beradigan narsalarini. Instagramda ko'rgan hamma narsangga ham ishonaverma. O'zingni qiynab nima qilasan? Ajrashib ol. Qayerdan oling buni? Kenayim gapidagi qizlardan bittasi mani o'rtog'im. Qara, akangni yomonlayapti deb tashlab berdi. Sog'lashing. O'zim ham qilaman. Men senga shunday tarbiya berganmidim? Seni yaxshi tarbiyalaganman desam, tuppa tuzuk noshukur ekansan-ku, a? Farzanding bor, eringni topish tutishi yaxshi bo'lsa, yana nima kerak senga, a? Seni baxting qanchalar qimmatligini bilasanmi? Agar shu eringni rozi qilmasang, men sendan rozi emasman. To'xtang, qizishmayapman. Menga qara. Agar o'zgaradigan bo'lsang, yashayman desang, ana Instagramdagi qanaqadir ayollar, psixologlarning aytganini emas, erimni aytganini qilaman, itoat qilaman desang,